Kapot xudo xolasa 1 minutda suvini chiqaradi inshaalloh sizlar bilan. Yaxshilab suv berdik. Hamma yoq suv oldik. Bismillah. Ko'rasizmi? Hamma suvdan olasan, chiqar ekan bo'lsa bo'ladi. Yaxshi deydi turibdi. Hech qanaqa joyi yo'q. Shoklang. Bunaqa yuraveramiz. Bunaqa. Eng asosiysi suvni yaxshilab chiqaryapsiz endi. Bu joy muammo emas. Ba'da. Yaxshi yapimni yo'q. Evet. Bo'ldi hozir. O'tishim. Bu ikki kishi qilish kerak-ku. Sen videoga olyapsan-ku. Bunaqasi bo'lmasa ham bo'laveradi. Suv kelyapti. Xudo xolasa. Bittasi qilib yuborsalar yaxshiroq-a? Bo'ldi aka. Inshaalloh почти tayyor akalar. Sizlar bilan mana shu necha minutdir ichida 10x kapotini suvini chiqarib berdik, bronye plyonkasini. Hozir bu tugagani yo'q. Polni yana bir qator siqib, ko'rilib, hamma chekkadan to'g'rilab, qurigandan keyin qaytarib chiroqni klientimizga topshirib yuboramiz. Bronye plyonka bo'lsa, bo'yicha aloqaga chiqasizlar.